Kibr degan baloga g'arq bo'lganlar boshini tik tutadi. Tavoze degan xazinaga ega bo'lganlar esa boshini egadi. Hatto urug' katta bo'lish uchun tuproq ostiga kirar ekan. İnson nega boshini tik tutsin? İnson boshini egmasa, ko'ngliga rahmat yomg'irlari qanday yetib boradi? Tog'larning cho'qqisi emas, bepoyon tekislik qonati suvga. Tog' cho'qqisi faqat yomg'irni ko'ra oladi. Ammo pastdagi tekislik ichiga singitadi. Suvni o'z tubiga ko'madi. So'ngra turli-tuman o'simliklar, inson ham shunday Jaloliddin. Daraxtlarga qaraganda, shoxlari bargini to'kib boshini osmon tomon yo'naltirmoqda. Barglari boricha, turli-tuman mevalari bo'lgan shoxlar, ular pastga tomon egilganlar. Kibr degan baloga g'arq bo'lganlar boshini tik tutadi. Tavoze degan xazinaga ega bo'lganlar esa boshini egadi. Xullas, insonni boshi tik bo'lmasin. Har doim odob bilan oldiga qarasin.